20% o'zini transport qiladi, plastik aylanmasini o'chiradi. Faqatgina bitta talabi o'sha plastik aylanmasi 6 oy to'lab bo'lishi kerak. Ya'ni uzun bo'lmaydi. Bundan tashqari hamda kirtlarimiz mavjud. Ya'ni O'zbekistonda davlat Olex yoki Tracker avtomashinasini sotib olish uchun milliy avto degan loyihani ishlab chiqargan. Bu milliy avtoda 0%dan 8,5%gacha beriladi. Ya'ni 50% chiqarsa 12 oyga yoki 20 oyga 0% beriladi. Agar shunda uzoq muddatli olmoqchisa, boshlang'ich badal 25% to'lab rasmiylarni bemalol 60 oyga o'tkazib Ustasiga bormi? faqat 3 ta avtomashina, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqilgan shu Damas, Tracker va Olex avtomashinalari uchun hozir undan tashqari misol uchun premium avto degan mahsulotimiz bor avtokreditga, ya'ni bu Chery, Kia avtomashinalari uchun. Bunda ham xuddi shunday talabimiz bor, ya'ni 1%dan 24,5%, ya'ni foizgacha kredit ajratadi. Bunda o'sha 50%ni to'lasangiz 1%dan bemalol olishingiz mumkin. Agar 25% eng kami 25% boshlang'ich badal to'lanadi. Agar 25%dan oladigan bo'lsangiz, yiliga qarab o'sha foiz